30-35 yoshdagi ayollarning ko'pini murojaati hozirgi paytda o'sha oilada o'zini o'rni yo'qligini. Men aslida kimman? Nimaga yashayotganimni ham tushunmayman. Kir yuvaman, ovqat qilaman, dazmol qilaman, farzandimni tarbiya qilaman, lekin men aslida kimman? Nega inson o'zini topolmay qoladi? Sababi uni yana o'sha bolalikka borib taqaladi. Sen bilimda zo'rsan, sen ilmda zo'rsan, farosatda zo'rsan, husnda zo'rsan deyilmagan. Uni faqat urushilgan, tanbeh berilgan, shaxsiy chegarasi buzib tashalgan. Ko'pchilik ayollarimizda shaxsiy chegara umuman yo'q. Shaxsiy chegarasi bo'lmagandan keyin uni hamma buzib kiraveradi. Aqlli, kibrda deyishadi. Yo'q. Shaxsiy chegarani bizda noto'g'ri tushunishadi. Mana shaxsiy chegara, men o'tiribman, meni chegaram. Siz o'tiribsiz, sizni chegarangiz. Misol uchun, hozir sizni qor yog'ib turibdi, paltongizni kiyib chiqib ketsam, men sizni shaxsiy chegarangizni buzgan bo'laman. Xuddi shunaqa qilib tushuntirilmaydi. Bizda kibrga, g'ururga, aslida shaxsiy chegarasini bilgan odam gigiyenaga ham rioya qiladi. Shaxsiy chegarani men ayollarga sodda qilib tushuntirib beraman.